Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, tanqidiy fikrlashni o'rganishda davom qilamiz. Birinchi savol. Kitobxon tanlovi qatnashchisi berilgan kitoblarning har biri uchun kuniga kamida 3 soat vaqt ajratsagina kitobxon tanlovining plan bosqichiga o'ta oladi. Xo'p, demak ko'prikchalardan bittasi bu kuniga 3 soat vaqt ajratish. Boshqa ko'prikchalar ham lekin bor. Marjona, mening singlim har bir kitobni qiziqib o'qiydi va ba'zida qanday vaqt o'tganini sezmay ham qoladi. U kitobxon tanlovining final bosqichiga o'tsa kerak. Bu noto'g'ri fikr. Chunki shartlarni bittasi masalan bajarilyapti deb olsak ham, hali bu yerda 3 soat o'qiydimi, yo'qmi uni bilmaymiz. Lekin bittasi bajarildi deb olganimizda ham baribir natija kafolatlanmaydi. Shahriyor, mening akam kitobxon tanlovi uchun berilgan kitoblarni sotib oldilar va har biri uchun 4 soatdan vaqt ajratdilar. Demak, akam bu tanlovning final bosqichiga o'tishi aniq. Ya'ni kitoblarni o'qish uchun vaqtida o'qidi, ya'ni 3 soatdan ko'p vaqt ajratdi. Demak, finalga chiqishi aniq deyapti. Bu yerda ham noto'g'ri. Chunki shartlar bajarilgan ekanligi bu natijani kafolatlamaydi. Boshqacha qilib aytganda, guruchni bor ekanligi osh pishishini anglatmaydi. Ikkinchi savol, agar kechki payt kitob o'qilsa, ko'zlar charchadi va uyqu keladi. Demak, kitob o'qilsa uyqu keladi. Endi uyquga bu yerda boshqa yo'llar bilan ham demak erishish mumkin. Ya'ni boshqa charchash, boshqa tushunarlimi? Ya'ni bu yerda bitta ko'prikcha bo'ladi faqat. Ya'ni bu yerda demak yetarlilik sharti, zaruriylik sharti bo'ladi. Ya'ni yetarlilik shartida, demak kitob o'qiganda uyqu keladi dedik. Boshqa shart bilan ham uyqu kelishi mumkin. Endi qaraymiz. Bugun Kamoliddin juda ko'p kitob o'qidi, menimcha hozir uning uyqusi kelyapti. To'g'ri, chunki yuqoridagi gapda kitob o'qisa uyqusi keladi degandi. Sirojiddin, kechki payt Sobir dars qilishni xohlamayotgan, onasi esa uning uyqusi kelayotganini aytdi. Demak, Sobir ko'p kitob o'qigan bo'lsa kerak. Bu noto'g'ri fikr. Chunki boshqa yo'l bilan ham uyquga erishgan bo'lishi mumkin. Boshqa ko'prikcha orqali. Demak, Sirojiddinning gapi noto'g'ri, faqat Mirjolarning gapi to'g'ri. Navbatdagi 3-savol, agar men majlisda bo'lsam, demak men ishxonadaman. Demak, agar men majlisda bo'lsam, demak men ishxonadaman. Mana ishxonada. Lekin ishxonada ekanligi, uni majlisda ekanligini anglatmaydi mana. Ikkita yanada tushunarliroq bo'lishi uchun ikkita aylana shaklida qilib chizdim. Demak, majlisdaman degan demak ishxonadaman degan, ishxona katta aylana. Lekin ishxonada qaysidir mana shu nuqtada masalan, lekin u majlisda bo'lmasligi mumkin. Endi men majlisda emas edim, demak bugun ishxonada ham bo'lmaganman. Bu noto'g'ri fikr. Majlisda emas ekanligi bu ishxonada emas ekanligini anglatmaydi. Mening akam hozir ishxonada emas, demak ular hozir majlisda qatnashmayaptilar. Bu to'g'ri. Ishxonada emas, demak majlisda ham emas. Faqat Hamidjonning fikri to'g'ri. 4-savol. Sportchi sifatida muvaffaqiyatga erishish uchun nafaqat tug'ma iste'dod zarur, balki yaxshi ustozga ega bo'lish, bir necha soatlab mashq qilish. Demak, qaraymiz. Bitta demak ko'prikchamiz bu tug'ma iste'dod. Yana bitta ko'prikchamiz bu yaxshi ustoz. Yana bitta ko'prikchamiz bo'lsa, kuniga bir necha soatlab mashq qilish. Endi Mirsalim aytdi. Mening onam dunyoda taniqli sportchi. Ya'ni bu yerda natija bor bizda. Demak, shartlar bajarilgan. Demak, uning ustozi yaxshi bo'lgan. To'g'ri, demak, uning ustozi yaxshi bo'lgan, demak, unda iste'dod bo'lgan, demak, unda demak, kuniga bir necha soatlab mashq qilgan. To'g'ri bu. Endi Farjon aytadi. Mening akamning ustozi yaxshi, akam har kuni sport zalida mashq qiladi, albatta muvaffaqiyatga erishadi. Bu fikr noto'g'ri. Ya'ni shartlar bajarilyapti, natija bo'ladi deyapti. Ya'ni bizda guruch bor, bizda sabzi bor, demak osh pishadi deyapti. Bu noto'g'ri. Xokkeyda o'yinchilar bir-birlari bilan qattiq to'qnashuvga duch keladilar. Demak, yaxshi o'yinchi bo'lish uchun nihoyatda jasur, yaxshi texnikaga ega bo'lish lozim. Mening akam hech qachon yaxshi o'yinchi bo'la olmaydi. U o'yinda zarba yeyishdan juda xavotirdaman. Demak, yaxshi o'yinchi bo'lish, bitta
demak ko'prikcha jasur bo'lish ham bitta ko'prikcha. Endi bu bitta shart bajarilmadi, natijaga erisha olmaydi deyapti. Birinchi gap to'g'ri. Ya'ni zarba yeyishdan qo'rqadi, demak yaxshi o'yinchi bo'la olmaydi. Endi Behruzning fikri. Aziz zarba yeyishdan xavotirlanish to'g'ri, lekin uning konqida uchish texnikasi a'lo darajada, u kelajakda ajoyib o'yinchi bo'lishi mumkin. Xo'p, konqida uchish texnikasi a'lo darajada, zarba yeyishdan xavotirlanish to'g'ri, lekin uning konqida kelajakda ajoyib o'yinchi bo'lishi mumkin. Yo'q, bu noto'g'ri. Ya'ni shart bajarilmayapti, natijaga erishadi deyapti. Ikkalasining fikri ham yo'q, yuqoridagi fikr to'g'ri edi. Demak, faqat Bekzodning fikri to'g'ri. Fazli ko'chasida qurilgan xonadonlar faqat Olimpiadada oltin medal olgan bokschilarga davlat tomonidan sovg'a sifatida beriladi. Faqat ular ushbu xonadonga yashashlari mumkin. Navib aytadi. Shahram Fazli ko'chasida yashaydi, demak u Olimpiadada oltin medal olgan. Bu to'g'ri fikr. Endi Mirazim. Hasanboy o'zi ishtirok etgan yagona boks bo'yicha Olimpiadada kumush medalni qo'lga kiritdi. Demak, u davlat tomonidan Fazli ko'chasida xonadon sovg'a qilinmagan. Bu ham to'g'ri fikr. Chunki bu xonadonlar faqat oltin medal olgan bokschilarga berilgan. Bu faqat yagona boks bo'yicha musobaqada, ya'ni bir marta qatnashgan, faqat kumush medal olgan. Demak, Ayubning va Mirazimning ikkalasining fikri ham to'g'ri bu yerda. Ziyoprint korxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan 96 betdan iborat matematika daftarining saqlanish muddati cheksiz. Endi xo'p, bildik. 96 betliniki cheksiz ekan. Cheksiz. Endi boshqa betlarnikini 24, 36 betli Ziyoprint tomonidan ishlab chiqarilgan. U haqida ma'lumot aytganmi bizga? Yo'q, aytmagan. Endi qaraymiz. Sabohat. Mening 96 betdan iborat matematika daftarining saqlanish muddati cheksiz, demak Ziyoprint korxonasi ishlab chiqargan. Noto'g'ri. Chunki Ziyoprintni ishlab chiqargan 96 betli daftarlari bu cheksiz dedik. Boshqa firmaniki haqida ma'lumot bormi bizda? Yo'q, boshqa firmaniki ham cheksiz bo'lishi mumkin. Endi Umid aytadi. Faqat degan so'z yo'q yuqorida. Faqat Ziyoprint korxonasi ishlab chiqargan 96 betli daftarlar cheksiz muddatda saqlanadi desa, bu aytsa bo'lardi, lekin bu yerda noto'g'ri. Endi Umida. Menda 48 betdan iborat matematika daftari bor va uning saqlanish muddati 3 yil. Demak, Ziyoprint tomonidan ishlab chiqarilmagan. Demak, 48 betli daftar haqida gap ketmoqda bu yerda. Uning fikri ham noto'g'ri. Chunki yuqorida 96 betli daftar haqida gap aytgandi bizga. Demak, ikkalasining fikri ham noto'g'ri bu yerda. Navbatdagi 8-savol. Cristiano Ronaldo barcha davrlarning eng yaxshi futbolchilaridan biri. Kamronning fikri. Demak, Ronaldodek kuchli futbolchi tarixda bo'lmagan. Barcha davrlarning eng yaxshi futbolchilaridan biri. E'tibor qiling. Eng yaxshi futbolchi demayapti. Eng yaxshi futbolchilardan biri deyapti. Demak, bu yerda Ronaldodek futbolchi tarixda bo'lmagan degan fikr bu noto'g'ri bo'lar ekan. Endi Sulaymon. Messining natijalari Ronaldonikidan kam emas. Demak, Messi ham barcha davrlarning eng yaxshi futbolchilaridan biri. Natijalari Ronaldonikidan kam emas deyapti. Xo'p, bu yerda diqqat qilishimiz kerak bo'lgan joyi eng yaxshi futbolchi demayapti yuqoridagi gapda. Eng yaxshi futbolchilardan biri deyapti. Messini ham Ronaldonikidan kam emas, yoki teng yoki ko'p. Endi bu ham futbolchilardan, eng yaxshi futbolchilardan biri desak, shunda Sulaymonning fikri to'g'ri bo'ladi. Faqat Sulaymonning. Trimol bosh og'rig'ini qoldiruvchi samarali dori. Endi Trimol bosh og'rig'i qoladi. Endi boshqa dori orqali ham bosh og'rig'i qolishi mumkin. Ya'ni boshqa yo'l orqali ham natijaga erishish mumkin. Ya'ni somsa yesa qorni to'yadi degandek, osh yesa ham qorni to'yishi mumkin yoki boshqa ovqat yeganda ham qorni to'yishi mumkin. Endi qaraymiz. Valining boshi og'riyapti, demak u faqat Trimol orqali nima qilish kerak deyapti. Yo'q. Och bo'ldik, faqat somsa yeb qorni to'ydirish kerak degan narsa xato-ku. Endi Jamshid. Shohrux onasi bergan dorilarni ichgandan keyin bosh og'riqdan xalos bo'lganini aytdi. Demak, u Trimol ichgan. Bu ham noto'g'ri. Ikkalasining fikri ham noto'g'ri.
To'g'ri, trimol bosh og'rig'ini qoldiruvchi samarali dori, lekin faqat trimol degan yuqorida jumla ishlatilmagan-ku. 10-savol. Mening yonimda pul ishim olishga yetadi, lekin ko'ylak va tuflini birgalikda olishga yetmaydi. Agar Davronning gapi rost bo'lsa, quyidagilardan qaysi biri to'g'ri? Demak, ishim olishga yetadi, lekin ko'ylak va tuflini birgalikda olishga yetmaydi. Mening pulim ko'ylak va shimni birgalikda olishga yetadi. Demak, menda Davronnikidan ko'proq pul bor. Mening pulim ko'ylak va shimni olishga yetadi. Demak, menda Davronnikidan ko'proq pul bor. Bu fikr noto'g'ri. Chunki bizda ko'ylak va shimlarning ular narxlari haqida ma'lumot yo'q. Hozir bu yerda masalan tufli eng qimmati bo'lishi mumkin. Ya'ni shim 1 so'm, ko'ylak 1 so'm, tufli 100 so'm bo'lishi mumkin. Shu paytda masalan uni puli ko'ylak va shimni birgalikda olishga yetyapti, ya'ni 2 so'mi bor. Demak, menda Davronnikidan pul ko'proq. Yo'q, buni ayta olmaymiz. Endi Javlonning fikri. Mendagi pul ko'ylak sotib olishga yetadi xolos. Demak, Davronning puli menikidan ko'proq. Ko'ylak sotib olishga yetadi xolos. Ya'ni bu ko'ylak va tuflini sotib olishga yetib turgandi Davronning puli. Javlonning puli esa faqat ko'ylak sotib olishga yetyapti. Demak, bu Javlonning fikri to'g'ri bu yerda. Ya'ni Davronning puli ko'proq. Kostyumni kiryotgan mashinada yuvish uning sifati tushishiga olib keladi. Endi dostonning fikri berilgan. Alining kostyumining sifati tushganini ko'rdim. Demak, kostyumini kiryotgan mashinada yuvgan. Mana. Hozirgi demak savolga o'xshash bu ham yuqoridagi kir mashinada yuvish sifatsiz bo'lishiga olib keladi. Sifatsiz. Yani boshqa usul bilan ham lekin sifatsizga erishish mumkin. Yil ko'p bo'lgan yo boshqa sabablar bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi dostonning fikri. Bu yerda dostonning fikri noto'g'ri. Chunki bu sifat qochganini ko'rdim. Demak, faqat kir yuvish mashinasida yuvgan deyapti. Ya'ni meni qornim to'ydi, demak men somsa yeganman. Noto'g'ri fikr-ku. Boshqa narsa ham ham bo'lishi mumkin. Endi shaxsot. Alining kostyumi kir yuvadigan mashinada yuvildi, demak uning sifati tushishi aniq. Bu to'g'ri. Ya'ni bu yerda yetarlilik sharti bo'lyapti. Shaxsotning fikri to'g'ri. 12 yoshdan boshlab badiiy gimnastika bilan shug'ullangan bolalar kelajakda professional gimnast bo'lishlari mumkin. Bu yerda nechadir demak sifra tushib qolgan menimcha. Necha yoshdan boshlab demoqchi bo'lgan? 7 yoki 5 yoshdan demoqchi bo'lgan. Lola. Sumaya. Lola professional gimnastikachi. Demak, u gimnastika bilan 5 yoshdan beri shug'ullanadi. Demak, bu yerda 5 degan son tushib qolgan deb olsak, 5 yoshdan boshlab badiiy gimnastika bilan shug'ullangan bolalargina kelajakda professional gimnastikachi bo'lishi mumkin deyapti. Ya'ni 5 yoshdan boshlab shug'ullanish bu bitta shart. Tushunarlimi? Endi Lola professional gimnastikachi, demak u 5 yoshdan beri shug'ullanadi. Bu to'g'ri fikr. Endi Karima, gimnastikaga boradigan dugonamning barchasi 7 yoshdan gimnastikaga borishni boshlagan, demak ular professional gimnastikachi bo'la olishmaydi. Bu fikr ham to'g'ri. Chunki u yerda shart bajarilmadi, natija bo'lmaydi. Siz aytishingiz mumkin. Bo'lishi mumkin-ku, yaxshilab tayyorlansa, boshqa qilsa, yo'q. Biz yuqoridagi fikrdan kelib chiqib hozir bu yerda fikrni to'g'ri yoki noto'g'riligini aytyapmiz. O'zimizdan kelib chiqqan holatda emas. Demak, bu yerda ikkalasining fikri ham to'g'ri. Siz javob. Tog' cho'qqisiga chiqish uchun kun ochiq bo'lishi va jamoamizda tajribali kishilar bo'lishi kerak. Demak, tog' cho'qqisiga chiqish uchun kun ochiq bo'lishi va jamoamizda tajribali kishilar bo'lishi kerak. Endi kun ochiq bo'lishi bitta shart, jamoamizda tajribali kishilar bo'lsa bu bitta shart. Boshqa shartlar ham bor bu yerda. Endi qaraymiz. Bugun ertalab bizning jamoa tog'ga chiqqanini ko'rdim. Demak, jamoada tajribali kishilar bor. To'g'ri. Ya'ni natija bor, demak shartlar bajarilgan deyapti. Endi azam men tog'ga chiqish bo'yicha tajribaliman va ertaga kun ochiq. Demak, mening jamoam tog' cho'qqisiga chiqadi. Tajriba bor deyapti, kun ochiq deyapti. Demak, chiqadi deyapti. Noto'g'ri. Chunki bu yerda shartlarni bajarilgan ekanligi natijani bor ekanligini anglatmaydi. Demak, faqat Feruzning fikri to'g'ri. 14-savol.
Faqat quyidagi 3 narsa birgalikda mashinani xaridorgir qiladi: yuqori tezlik, tejamkor motor va chiroyli dizayn. Endi Malibu xaridorgir, demak, u chiroyli dizaynga ega desak, to'g'ri fikr bo'ladi. Chunki 3 tasi ham bajarilgan shartlarni. Shuning uchun u xaridorgir. Tushunarlimi? Ya'ni ko'prikchalarni 3 tasi ham bosib o'tilgan. Mana. Bittasi yuqori tezlik, bittasi tejamkor motor, bittasi chiroyli dizayn. Hammasi bosib o'tilgan. Shuning uchun bu natijaga erishgan. Ya'ni bu yerda aytayapti, natija bor, demak, shart bajarilgan deyapti. Ya'ni osh pishdi, demak, sabzi bo'lgan deyapti. Tesla Model S xaridorgir emas, demak, u yaxshi tezlikka ega emas. Bu noto'g'ri. Chunki uni xaridorgir emasligiga sabab balkim tezligi bordir, tejamkor motor yo'qdir. Balkim tezligi, tejamkor motori bor bo'lib turib, chiroyli dizaynga ega emasdir. Tushunarlimi? Bu noto'g'ri. Demak, faqat Kamolning fikri to'g'ri bu yerda. 15-savol. Inha universitetida grantda o'qiydigan har bir talaba umri davomida kamida 10 ta badiiy kitobni o'qib tugatgan. Har bir talaba deyapti, e'tibor qiling. Kamida 10 ta kitobni o'qib tugatgan. Endi Lobar Inha universitetida o'qiydi, u kamida 10 ta badiiy kitobni o'qib tugatgan. Inha universitetida grantda o'qiydigan har bir talaba umri davomida kamida 10 ta badiiy Lobar Inha universitetida o'qiydi, 10 ta kitob o'qib tugatgan, grant asosida o'qiydi. Bu noto'g'ri fikr. Buni ayta olmaymiz. Ya'ni u kontraktda o'qish ham mumkin. Jahongir Asilbek 10 ta badiiy kitobni o'qib tugatgan va u universitetda grant asosida o'qiydi, demak, Inhada o'qiydi. Bu ham noto'g'ri. Demak, ikkalasining fikri ham noto'g'ri bu yerda. Chunki u boshqa universitetda o'qish ham mumkin, grantda kitob o'qishi u alohida mavzu. Lekin shu yerda masalan mening amakim Inha universitetida grantda o'qiydi. Demak, u kamida 10 ta kitob o'qib tugatgan desa, bu fikr to'g'ri bo'lar. 16. Qulpnay doim soya yerda bo'lsa, haftada kamida bir marta o'g'it bersa, yana yaxshi hosil beradi. Endi mahliyo. Men ekkan qulpnaylar soya yerda o'syapti. Agar men ularga haftasiga 2 marta o'g'it bersam, juda yaxshi hosil bo'ladi. Bu noto'g'ri. Ya'ni shartni bajarsam, natija bo'ladi, deyapti. Zulxumor. O'ringul o'tgan qulpnay yaxshi hosil oldi, demak, qulpnayni soya yerda o'stirgan. Bu to'g'ri. Chunki bu yerda natija bor, natijaga qarab turib shartlarni bajarilgan yoki bajarilmagan ekanligini aytyapti. Demak, bu yerda faqat Zulxumorning fikri to'g'ri. Navbatdagi 17-savol. Matematika fanini yaxshiroq o'rganish uchun yaxshi o'qituvchida o'qish va tinimsiz mehnat qilish kerak. Ushbu ma'lumotdan kimning gapi to'g'ri ekanligini aniqlang. Demak, matematikani yaxshiroq o'rganish uchun yaxshi o'qituvchida o'qish, tinimsiz mehnat qilish kerak. Ya'ni yaxshi o'qituvchida o'qish bitta ko'prikcha, tinimsiz mehnat bitta ko'prikcha. Tushunarlimi? Endi qaraymiz. Muhammad Amin yaxshi o'qituvchida o'qiydi, tinimsiz mehnat qiladi, matematikani yaxshi o'rganadi, deyapti. Ya'ni shartlar bajarilgan, natija bo'ladi, deyapti. Bu noto'g'ri. Ya'ni demak, sabzi osh pishirish uchun sabzi va guruch kerak dedik, to'g'rimi? Endi bizning uyda sabzi va guruch bor. Demak, bizning uyda bugun osh pishadi desam, to'g'ri bo'ladimi? Yo'q. Sabzi va guruch bo'lgan bilan boshqa narsa pishishi mumkin. Shunga o'xshash. Shodmonjon. Sanjar matematikani yaxshi o'rgangan, demak, uning ustozi yaxshi bo'lgan. Bu to'g'ri. Ya'ni matematikani yaxshi o'rgangan, demak, u tinimsiz mehnat qilgan, demak, u ustozi yaxshi bo'lgan. Laylo. Sarvar matematikani yaxshi o'rganmagan, demak, u tinimsiz mehnat qilmagan yoki yaxshi ustoz bo'lmagan. Yo'q. Tinimsiz mehnat qilgan, yaxshi ustozga borgan, lekin matematikani yaxshi o'rganmagan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni shartlar bajarilib, natija bo'lmagan bo'lishi mumkin. Demak, bu yerda faqat Shodmonjonning fikri to'g'ri. Da javob. 18-savol. XYZ qurilish kompaniyasi xodimlarining maxsus ish kiyimlari bo'lib, xodimlar ish vaqtida maxsus kiyimlarni kiyishi hamda bosh kiyimda bo'lishi kerak. Aks holda kompaniya hududiga kira olmaydilar. Endi Sobir. Rasul hozir kompaniyaning maxsus kiyimini va bosh kiyimini kiyib olgan, shuning uchun hozir kompaniyada ishlayapti. Bu noto'g'ri. Ya'ni kompaniya ichida bo'lsa, ular har doim maxsus formada bo'lishadi. Endi kompaniya tashqarisida bo'lsa-chi,
u holatda maxsus formada bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Tushunarlimi? Behzod kompaniyada ishlaydigan Sanjar bugun kompaniya hududiga kira olmadi, demak maxsus kiyim yoki boshqa kiyim olib kelmagan. Buni fikri ham noto'g'ri. Ya'ni maxsus forma bo'lgan bilan baribir kirmagan bo'lishi mumkin. Demak, ikkalasini fikri ham noto'g'ri. 19-savol. Ali faqat uning akasi uyda bo'lmaganda va tashqarida yomg'ir yog'maganda do'kondan non olib keladi. Demak, Ali faqat uning akasi uyda bo'lmaganda va tashqarida yomg'ir yog'mayotganda do'kondan non olib keladi. Endi qaraymiz. Ali kecha non olib kelmaganini aytdi. Non olib kelmaganini aytdi. Demak, uning akasi uyda bo'lmagan. Bu noto'g'ri. Akasi uyda bo'lmaganda u non olib kelardi. Lekin bu yerda aytayapti, non olib kelmadi, demak akasi uyda bo'lmagan deyapti. Umuman to'g'ri kelmaydi. Endi Ramzon. Ali ertaga non olib kela oladi, chunki ertaga kun ochiq bo'ladi va yomg'ir yog'maydi. Bu fikr ham noto'g'ri. Chunki u akasi uyda bo'lmaganda non olib keladi. Akasi uyda bo'lmaganda va yomg'ir yog'mayotganda. Ya'ni ikkita shart bajarilishi kerak. Ali ikkita shart bajarilgan bilan ham yo natija bo'ladi, yo natija bo'lmaydi. Uni aniq ayta olmaymiz. Demak, to'g'ri javob D. 20-savol. Jamol uydan ovqat olib kelmagan va faqat yonida 10 ming so'm pul bo'lganda maktab oshxonasida tushlik uchun ovqat sotib oladi. Xo'p, bitta shartimiz demak uydan ovqat olib kelmagan bo'lishi kerak. Yana bitta shartimiz yonida 10 ming so'mdan ko'proq pul bo'lishi kerak. Shundagina u maktab oshxonasidan narsa sotib oladi. Endi qaraymiz. Zebo, kecha Jamol maktab oshxonasida Kecha Jamol maktab oshxonasidan o'zi uchun ovqat sotib oldi. Demak, u uydan ovqat olib kelmagan. Bu fikr to'g'ri fikr. Chunki bu yerda natija bor deyapti, demak shart bajarilgan. Endi 20-navbatdagi Go'zalning fikri. Jamol ertalab yonida 15 ming so'm pul borligini aytdi. Demak, u bugun oshxonadan narsa sotib oladi. Demak, pul bor, ya'ni bitta shart bajarilgan. Demak, natija bo'ladi deyapti. Bu noto'g'ri. Ya'ni guruch bor ekanligi bu osh pishishini anglatmaydi. Faqat Zeboning fikri to'g'ri demak. Savollar demak tushunarli bo'lmagan savollar bo'lsa, bemalol yozib qoldiring. Tanqidiy fikrlashni o'rganishda omad yor bo'lsin. Sizlar bilan Sardor ustoz bo'ldi. Omad o'qishlaringizda.